Bu haqida har bir ona bilishi kerak. Bugun sizlar bilan Bebe bolalar uchun maxsus yaratilgan to'plam haqida gaplashamiz. Ushbu to'plam 4 ta idish va 2 ta qoshiqdan iborat. Bu bolalar uchun maxsus qozoncha hisoblanadi. Uning ichida 3 liniyali o'lchov belgilari borligi sababli ovqat miqdorini aniq o'lchash juda oson. Maxsus qopqog'i esa pishirish vaqtida ovqat sachrashini oldini oladi. Bu esa sizni kuyishdan himoya qiladi. Materialiga e'tibor bering. Bu mutlaqo xavfsiz platin silikon bilan qoplangan. Ya'ni bolangiz uchun mutlaq zararsiz va uzoq muddat xizmat qiladi. Issiqqa chidamli shisha idishlar -20 gradusdan 220 gradusgacha chidamli. Ularni bemalol mikroto'lqinli pechda, muzlatgichda yoki hatto qaynoq suvda ham sterilizatsiya qilish mumkin. Yumshoq silikon qoshiqchalar. Ular bolalarning og'iz tuzilishiga mos qilib yaratilgan. Hatto tish chiqayotgan davrda ham bolajoningiz bemalol ishlata oladi. Va eng muhimi, har bir jarayon mehr bilan to'ladi. Agar siz ham bolajoningiz uchun eng yaxshisini istasangiz, albatta Bebe to'plamini sinab ko'ring.